Assalomu alaykum, yurtimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari akalar. Xo'p, ishlab chiqarishi bor akalarimiz, usta akalarimiz hamda bitonchi akalarimiz uchun yangi videolarimizni tayyorlayapmiz. Texnikalar do'konimizdan zavodskoy biton mishalkalarimizni hamma turdagi modeldan tanishtirib, tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan chegirmalarini, skidkalarni beramiz. Birinchi o'rinda aravali biton mishalkalarimizni tanishtirish boshlaymiz. 160 litrli modelidan. Xo'p, bu mishalkamiz tayyor aravali variantda akalar steshkalar uchun mo'ljallangan asosiy holatda bo'ladi. Xo'p, o'zida orqa tomonlariga motorlari qo'yilgan, balon qismlari bor. Balon qismlarini xohlasalar kattaroq balondan qo'yib turib ham foydalansalar ham bo'laveradi. Xo'p, bu modelimiz 160 litrli modeli. Xo'p, aylantirib beradigan vali, ichidagi vali 3 tali bo'ladi. Motorlari 1,5 kW, orqa tomonda joylashgan original sifatli motorlardan bo'ladi. Xo'p, bemalol rollarini burish ham muammosi yo'q. 160 litrli aravali biton mishalkamiz narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 3,500,000 so'm kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimiz chegirmalarni beramiz. Endi akalar kattaroq variantiga o'tadigan bo'lsak, bu kattarog'i 200 litrli, 220 litrli variantda bo'ladi. Bu unga nisbatan hajmi kattaroq, motori ham kattaroq, keyin balon qismi ham ozgina kattaroq bo'ladi. Ko'rishlari mumkin. Bu biton mishalkamizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 3,800,000 so'm. Buni ham aylantirib beradigan vali 3 tali bo'ladi. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Bemalol o'ziga tayyorlab turib, bemalol o'z dog'dari ishlatsalar ham bo'laveradi. Endi biton mishalkalarimizga o'tadigan bo'lsak akalar, birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan biton mishalkamiz 160 litrli. Xo'p, bemalol usta akalarimiz olib foydalansalar ham bo'laveradi. Xo'p, ishlab chiqarishga ham, bitonga ham, rasforga ham bemalol ketaveradi. Xo'p, boshqa biton mishalkalardan farqi tagidagi shesterna vali chugun bo'ladi akalar, plastmassali bo'lmaydi. Xo'p, rolini o'ngga chapga bemalol darib foydalansalar ham bo'laveradi. Tagidagi rol pedallari temirli bo'ladi akalar, ko'rishlari mumkin. Oldingi partiyaga kelgan zavodskoy biton mishalkalarga nisbatan balonlari ham shirokiyroq, kattaroq, motorlari ham sifatli motor bo'ladi. Ichidagi aylantirib beradigan vallari 2 tali. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 160 litrli biton mishalkamizning narxi 2,500,000 so'm kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimizga chegirmalarni qilib beramiz. Endi bundan kattaroq varianti bo'lsin degan akalarimiz uchun 180 talik varianti. Motorlar unga nisbatan ko'rishlari mumkin, kattaroq motorlar bilan jihozlangan. Xo'p, zavodskoy biton mishalkalarimizda samodelniy biton mishalkalarga nisbatan farqi pastokka ishlaydi. Shestanalar chugun, veslari yengil bo'ladi. Yengil bo'lgani hisobiga joylarini bemalol qolagan joylarga qo'zg'atib ishlatsalar ham bo'laveradi. 180 talik biton mishalkamizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2,750,000 so'm kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimizga chegirmalari, dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Pastda nomerlar qoldirib ketyapman. Endi akalar kattaroq varianti 200 tali variantiga o'tamiz. Modelimiz 200 tali. Xo'p, Xitoy mahsuloti akalar ko'pchilik rossiyskiy, germanskiy deb sotishadi, lekin hammasi chiqish Xitoy akalar. Bu tomoniga mana Germaniya texnologiyasi yoki-da rossiyskiy deb yozib qo'yiladi, hammasi chiqish Xitoy akalar. Biton mishalkalarimizni u lakiletka boshqa narsa shetda yopishiladigan narsalar bo'ladi akalar. Rollari mana ko'rishlari mumkin. Pedalni bosadigan bo'lsangiz, xohlagan tomonlarga 360 gradusga buriladi. Burilishi ham juda ham muammo emas akalar, chunki vesi yengilligini hisobiga juda ham ixcham qilib burilib beradi. Tagidagi vali shesterna nimali shponkali bo'ladi akalar. Bemalol yog'lab foydalansalar ham bo'laveradi. Bu ham o'ng tomonga ham, chap tomonga ham og'dari ishlatsalar ham bo'laveradi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 3,150,000 so'm 200 tali modelimiz. Xo'p, bundan kattarog'i bor, 220 tali 3,350,000 so'm chiqadi akalar. Endi bu mishalkalarimizni arendaga olib foydalansalar ham bo'laveradi. Arendaga kuniga akalar 50,000 so'mni 3 oyda puli chiqib ketadi akalar. Olib beradigan bo'lsalar ham bemalol 3-4 yil xizmatlarini qilib beradi. Xo'p, endi ukam bizga kattarog'idan bo'lsin degan akalarimiz uchun bizda 160 litrdan 260 litrgacha zavodskoy biton mishalkalarimiz bor. 240 tali variantiga o'tamiz. Bunga nisbatan hajmi ham, motorining hajmi ham katta chiqadi. Taydagi vali balonlari bir xil holatda, shestanalari ko'proq akalar, ko'rishlari mumkin. Sifatlari juda ham zo'r qilib ishlangan. 240 tali modelimizning narxi
3.500.000 so'm. Kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimizga chegirmalari bor. 220 talik. Endi 260 talik modellarimiz ham bor. Hozir ular yig'ilmagan. Yig'ib chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz. 260 taliklarimiz 4.200.000, 4.300.000 so'mdan chiqadi. Ular ham motoriga qarab. Mana shu mishalkalarimiz ham oladigan bo'lsangiz, motorini katta kishiligiga qarab turib, narxlari o'zgaraveradi. Masalan, 180 talik mishalkamizga 200 talik mishalkamiz motorini qo'yib turib, narxi rangicha bilan o'zgarib ketaveradi. Shunaqangi zavodskoy bitom mishalka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yib keladigan bo'lsalar, albatta chegirmalarni qilib beramiz. Kimga to'liqroq ma'lumotlar yanada qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, so'rab olishingiz mumkin. Manzilimiz aytib o'tib ketdik. Telegramdan yozadigan bo'lsangiz yoki telefon qiladigan bo'lsangiz, lokatsiyalarda tashlab o'tib ketamiz.